Mana saytlarni rasmini to'g'rilash. Misol uchun Shohjahon. Mana Shohjahonni bosamiz. Hamma saytlarim chiqib keldi. Endi misol uchun saytga o'tishni bosamiz. Rasmi yo'q, to'g'rimi? Rasmi yo'q saytga o'tamiz. Bu yerda HTML da qo'yilgan hisobiga rasm chiqmaydi. Shuning uchun biz kodni ochib olib, любой HTML ni shunga qo'yib turib, rasmni olishimiz kerak. Misol uchun Livan. Mana screenshot qilamiz. Keyin mana Teletype degan dasturga kiramiz. Mana shu. Bunga kirgandan keyin ro'yxatdan o'tamiz. Tez ro'yxatdan o'tgandan keyin Новая статья degan joy bor. Mana shu yer. Shuni bosamiz. Zagolovkaga hech balo yozish shart emas. Mana ikkinchisiga bitta bosamiz. Mana. Keyin Ctrl V qilamiz. Chunki copyright qilib olgan. Screenshot qilgan. Opublikovать bosamiz. Uni bosamiz. Keyin bu yerda chiqib keladi. Mana shuni mishkani o'ng tomoni bilan bosib copyright URL kartinki bosamiz va mana rasm degan joyiga bosamiz. URL ni kiritamiz. Mana rasm chiqib keldi. Shuni saqlaymiz. Bo'ldi. Mana chiqib keldi.